14-bob. Mazlum Ziruyaning o'g'li Yoab Davud podshohning Absalomni sig'inganligini bilib, Kikova shahriga odam avatib, u yerdan bir donishmand ayolni chaqirtib keldi. Yoab u ayolga: "Sen motam tutayotgan qiyofatga kirib, hozidorlik kiyimlaringni kiygin. Pardoz qilma. O'zingni bir marhumga uzoqdan beri motam tutayotgan ayoldek ko'rsatib, men sana nima desam, podshohning huzuriga berib, uningga shuni de", dedi. Keyin Yoab u ayolga nimalarni aytishni o'rgatdi. Kekovalik ayol podshohning huzuriga kirib, yerga bosh qo'yib ta'zim qilib, mundaq dedi: "Ey podshoh oliylari, menga bir yordam qilg'ayla." "Nima ishing bor?" deb so'radi podshoh. "Men bir tul ayolman", dedi u. "Erim o'lib ketgan. Dedaklarining 2 o'g'li bor edi. Bir kuni u ikkisi etizlikda urushib qopti. U yerda ikkisini ajratib qo'ydigan odam yo'q. Biri yana birini urib, o'ltirib qo'yibdi. Endi bütün cematim dedaklariga qarshi chiqib, menga akisini o'ltirgan qotilni bizga topshirib ber. Akisini o'ltirganligi uchun garchi mirosxo'ring qolmasimu, uni o'ltiramiz deyishyotdi. Agar shundoq bo'lsa, ular mening umid chirig'imni o'chirib yetdi. Bu dunyoda erimning nomini davomlashtiradigan birarsi qolmaydi. Sen uyingga qayt. Men sening manfaatingga foydali farmon tushiraman", dedi podshoh hiliqi ayolga. Kekovalik ayol podshohga yana: "Ey janobiy oliylari, bu ishlarga men va otamning jamiyati ayblik turmiz. Podshoh va podshohning taxti aybsiz bo'lg'ay", dedi. "Bu ish to'g'riliq. Kim sana bir nima desa, uni mening yenimga boshlab kel. U odam seni yana xafa qilmaydigan bo'ladi", dedi podshoh. "Hey podshoh oliylari, Parvardigor xudolarining oldida qasam qilg'ayla. O'g'limning ota jamiyatidagi qonga qon olaman deguchilar qolgan bir o'g'limni o'ltirib, texmi cho'ng jinoyat o'tkazmagay", dedi ayol. "Men mangu hayot Parvardigorning oldida qasam qilamanki", dedi podshoh, "o'g'lingning bir tal mo'yg'imi zarar yetmaydi. Dedaklarining podshoh oliylariga yana bir ig'iz gap qilishiga ruxsat qilg'ayla", dedi ayol. "Qani, degin", dedi podshoh. "Undaqda o'zlari nemishqa dal bundaq nohaqchilikni Xudoning xalqiga ravo ko'rdilar", dedi ayol. "Ey podshoh oliylari, sizlar bundaq deb turib, o'zlarining kechib ketgan o'g'illarining qaytib kelishiga yo'l qo'ymasizlar. O'zlarining xato ish qilganliklarini isbotlamamdilar. Biz hammamiz hamon o'lib tugaymiz. Xuddi suv tuproqqa sepilsa, qaytirib olg'ili bo'lmagandek, bizmi qaytib kelmaymiz. Lekin Xudo bizni hayotlikdan mahrum qilmaydi. Aksicha, ozg'onlarni o'zining yeniga elib kelishning yo'llarini izlaydi. Bütün jamiyatim meni qo'rqitayotganligi uchun men bugun podshoh oliylariga bu ishlar to'g'riliq iltijo qilsam, podshoyim dedikining bu talabini ijobat qilar. O'g'lim bilan meni o'ltirib, bizni Xudo o'z xalqiga bergan zamindan ayirib etmoqchi bo'lganlardan qutqizar deb o'yladim. Men yana podshoh oliylarining gapi meni amin topqizdi. Chunki podshoyim Xudoning farishtasiga o'xshash haq nohaqni ayiralaydi deb o'yladim. O'zlarini tanlagan Parvardigor xudolari sizlarga yor bo'lg'ay. Men sendan bir gap so'ray", dedi podshoh hiliqi ayolga. "Sen mendan yoshirma.
Canobi alileri, qani, so'rasila, dedi ayol. Sening yenimga kelib, bu so'zlarni qilishing Yoabning ko'rsatmasimi? Deb so'radi podshoh. Ayol javob berib, mundoq dedi. Men podshoh oliylari oldida qasam qilamanki, o'zlarining o'ylaganlari to'g'ri. Manga nima deyishni va nima qilishni o'rgatgan dal o'zlarining xizmatkorlari Yoabdir. Uning bundaq qilishi masalaning yana bir tarafini sizlarga ko'rsatib berishdir. Donolikda o'zlari Xudoning farishtasiga o'xshaydilar. Yer yuzida bo'layotgan hamma ishlarni bilinglar. Podshoh Yoabni chaqirtib uningga: "Men orzuyingni ijobat qilishni qaror qildim. Sen berib, yosh yigit Absalomni qaytirib kel", dedi. Yoab yerga bosh qo'yib, ta'zim qilib, podshohga baxt tiladi va bugun fikr podshoh oliylarining oldida iltifot topdim. Chunki podshoyim orzuyimni ijobat qildi, dedi. Shuningdan keyin Yoab Gishurga berib, Absalomni Yerusalimga qaytirib keldi. Lekin podshoh Absalom uyiga bosin, mening huzurimga kelmasin, dedi. Shunga Absalom podshoh bilan ko'rishmay o'z uyiga ketdi. Bütün İsraillar arasida Absalomdek qaddi qomati kelishganligidan donqi chiqqan odam yo'q edi. Uning beshidan topinig'icha biror ayib topqili bo'lmaydi. Beshidagi chechi uningga ig'ir kelgachga, u har yili bir qitim chechini oldiratdi. Oldirgan chechini o'lchsa 2 kilodan ortiq keladi. Absalomning 3 o'g'li va Tamar ismli go'zal bir qizi bor edi. Absalom Yerusalimda 2 yil turgan bo'lsa-mu, podshohning huzuriga kirmadi. Shuning bilan Absalom Yoabni podshoh huzuriga avatmoqchi bo'lib, uni chaqirdi. Lekin Yoab kelgili unimidi. Absalom ikkinchi qitim yana odam avatgan bo'lsa-mu, Yoab yanila kelgili unimidi. Shu sababdan Absalom xizmatkorlariga: "Mana Yoabning orpi teg'an etizi mening etizim bilan yondosh turibdi. Sizlar berib Yoabning etiziga o't qo'yib etinglar", deb buyurdi. Absalomning xizmatkorlari uning etiziga o't qo'yibdi. Shuning bilan Yoab Absalomning uyiga kelib uningdan: "Xizmatkorlaringiz nima uchun mening etizimga o't qo'ydi?" deb so'radi. Absalom Yoabga javob berib: "Seni chaqirishimdagi maqsad, yenimga kelsang, seni podshoh huzuriga avatib, podshohga meni nemishqa Gishurdan qaytirib keldingiz? Shu yerda turvaginim yaxshi bo'ladi" degan so'zlarni yetkizish edi. Endi men podshohning huzuriga kiray. Agar men ayblik bo'lsam, meni o'ltirvatsin, dedi. Yoab podshohning oldiga kirib, bu xabarni yetkizdi. Shuning bilan podshoh Absalomni chaqirdi. Absalom podshohning huzuriga kirib, uning oldida bosh qo'yib ta'zim qildi. Podshoh Absalomni quchoqlab so'ydi.